xuddi shu mahalladan sizlarga tekinga uy topib qo'ydim desam ishonasizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Yangiyo'l shaharda uylari ozgina eskiligi uchun egalari yer narxida berib olyapti. Yeri uchun to'lov qiling, tayyor imorati tekinga o'tib ketadi sizlar. Mahallani ko'ryapsizlarmi? Keng, fayzli, tinch mahalla. Katta yo'ldan 100 metr. Yangiyo'l shaharda joylashgan bo'ldi. Sentrda bozorgacha 1 kilometr atrofida joylashgan. 706 sotix yer maydoniga ega bo'lgan tayyor uchastka srochni sotilyapti. Kirurush darvozaxona shunaqa naves ostida joylashgan bo'ladi. Kirurush o'ng qo'lda binosi bor, bu yoqda 5 ta 6 ta xonalari bor. Remontlari o'rtacha holatda, keng katta hovlisi to'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan. Faqatgina bu yoq tomonda ozgina sizlarning plyusinglar bor. Hovlimizni bu yoq burchak qismida ko'ryapsizlarmi? 2 etajli binosi bor va bu yoqda ham binosi bor. Bu yoq xonalarda ham 2 ta xonalari bor. Remontlari o'rtacha. Bu yoq binosini o'zi korobka holatda bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi, akalar? Kelib foydalanaman desanglar ham, qurilish qilsanglar ham bu joydan ancha muncha stroy materiallardan foydalansa bo'ladi. Gaz, svet, suv umuman muammosi bo'lgan joylardan, shahardan, Toshkent shahari ichidan 3 xonali, 4 xonali kvartiralarga barter ham bor deb aytishyapti egalari. Srochniga faqat 706 sotixlik tayyor uchastka $99,000 startviy narx kelsiladigan joylari bor. Pastda egalar nomeri aloqaga chiqaverasizlar.